Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ey yo, bugun men yo'qligimda Minecraft aholisi nima qilishini bilib olasizlar. Jinorsan, men boshqa chidab tura olmayman, yo'ldan qochinglar. Mana endi menga shunday reja kerakki, meni bu yerda hech kim tanib qolmasligi kerak. Men o'zimga nimani niqob qilsam ekan? Men bilaman nima qilishni. Qani mallavoy kiz bu yoqqa kel. Men tayyorman. Mana endi meni hech kim taniy olmaydi. Bu yerda qarindoshlarim ham bor ekan-ku. Tushunmadim. Ular bu yerda McDonald's ochganmi? Toza havo ham bor ekan-ku. Ichkariga nafas olib bo'lmaydi, sasib ketganlar. Menga qara, chop podvoldan kartochka olib kel, kartochka qolmagan. Sallana dastingdan nafas ham olib bo'lmaydi. Darrov nimadir olib kelish kerak. Jennerson soliq mavsumini boshlamasam bo'lmaydi shekilli. Bularni bir tekshirmasam bo'lmaydi. Hech xizmat, qanday yordam berishim mumkin? Sizlarda qo'y go'shtidan tayyorlangan pizza bormi? Hozir qarindoshlaringizdan so'rab kelaman. Bo'lmasam men ichkarida kutib turaman. Ichkarida kim bor? Men buyurtma berishga keldim. Quloqlaring tom bitganmi? Hech kim qo'ylarni hurmat qilmaydi. Qo'y nima qilyapti bu yerda? Tushunmadim. Meni qo'ydi, betimga qarab eshikni yopdimi? Bo'ldi, hammasi jonimga tegdi. Bugundan boshlab soliq mavsumi boshlandi. Tushunmadim, mana bu qo'y bizdan nima xohlayapti o'zi? Olib tashlangan buni. Qadaringga la'nat senlarni, men hali qaytib kelaman. Tushunmadim, bunisi bu yerda nima qilyapti? O'la, senga boshqa joy topilmadimi, nima balo? Tur yo'qol bu yerdan. Nima? Yordam beringlar. Menga qo'y hujum qilyapti. Nima? O'zingni bos, men qo'y emasman. Shoshma, axir sen menga qo'y go'shtidan pizza bermagan eding, la'nati. Tushunmadim, bu yerda turklar ham tushlik qiladimi? Turkini kim bu yerga kirgizdi? Ushlanglar, u burgerni olib qochdi, ushlanglar uni. Ushlanglar uni, u to'lovni to'lamasdan burgerni olib qochdi. Menga qara, o'g'irlik qilganlarning ahvoli nima bo'lishini bilasanmi? Menimcha bu bir o'zi bo'lmagan, uning sheriklari bo'lgan. Menimcha bunga sherik bo'lmasa kerak. O'g'ri degan bachchag'ar kelib shuni sherik qiladimi? Mana shu sening joying bo'ladi. Hoy, bo'qoq, qani meni oldimga kel. Hammasi men aytganimday bo'ldimi? Bolanati, menimcha bu tulkivoyga yordam kerakka o'xshaydi. Ular nima haqida gaplashyapti? Mayli, ahamiyati yo'q buni. Mana bu yerni kovlab qo'yamiz, qochish osonroq bo'lishi uchun. Oshna, xavotir olma, men seni hozir qutqaraman. Mana va nihoyat sen ozodsan. Menimcha uzoqroqqa ketgan bo'lish kerak. Jennerson u hali ham shu yerda o'tiribdi-ku. Haligi tasqara bilan bo'qoq qayerga ketdi? Jennerson qo'y bo'lib yurish jonimga ham tegib ketdi. Jennerson bularga McDonald's qurishga kim ruxsat berdi? Bulardan soliq ola olmayman, demak bularni o'maramiz. Qani hech kim joyidan qimirlamasin, bu o'g'rilik. Keling xizmat. Mayli, men buyurtma beraman. Xo'sh. Bir daqiqa, qo'y janoblari, men hozir kelaman, hech qayerga ketib qolmang. Janob, sizga qanday xizmat ko'rsatishim mumkin? Tushunmadim, seni hozir buyurtmang bor edi-ku. Men juda ham tez ishlayman. Yaxshi, unda menga ikkita. Kechirasiz janob, men hozir kelaman, yana buyurtma tushib qoldi. Bolanati, tushunmadim, sen bu yerda faqat bir o'zing ishlaysanmi, nima balo? Yaxshi, unda menga ikkita burger va tushunmadim, nima qilyapsan? Jennerson bu bezmiyaga burger tayyorlagin desam, burger tayyorlash uchun uyiga ketdimi, nima balo? Tushunmadim. Bir daqiqa, menga qara. Jennerson u hozir shu yerda edi. Kimdir meni kuzatib yuribdimi, nima balo? Xo'sh, tepalikdan kuzataylikchi, bu yaqin atrofda aholi yashaydigan qishloq bormikin? Bolanati, hozir o'zim o'sha yerdan keldim-ku, qanday ko'rmadim? Bolanati, bu yerda o'rmon yonyapti. Kimdir yong'inni o'chiradimi? Xavotir olmang, hammasi mening nazoratim ostida. O't o'chiruvchilar shu yerda. Yaxshi, qani bo'lmasam ishga kirishing. La'nati, juda ham issiq, hozir erib ketaman, nima balo? Yuqorisida hali yong'in. Bu o't o'chiruvchi qayerga qo'yib bo'ldi? Erib ketdi-ku. Mayli, ishiga sodiq qoldi, yaxshi xizmat qildi. Tushunmadim, nega bu qishloqda hech kim ko'rinmaydi? Bu yerda bitta eshak bor ekan. Menga qara eshak, bu yerning aholisi qayerga qo'yib bo'ldi, bilmaysanmi? Ular o'sha yerdami? Bo'lmasam meni ularning oldiga olib bor. Qani bo'la qol, tezlash, yoki seni orqangga qamchi urish kerakmi? Qani bo'la qol deyapman. La'nati eshak, hali sen bilan o'zim alohida shug'ullanaman. Xo'sh, men qaysi tomonga borishim kerak edi? O'ngami yo chapgami? Tushunmadim, mana shu bachchag'ar meni ortimdan kuzatib yurmaganmidi? U bankka kirib ketdimi? Qayerga ketyapsan, qo'ziboy?
Men bankka... Qani tuyog'ingni shiqqilab bu yerdan. Qo'y qo'zilarga bankka kirish taqiqlanadi. Shunaqami? La'natlari. Tushunmadim, men qo'y ko'rinishga bo'lganim uchun meni bankka kirgizishmadi. Mayli, meni shu ko'rinishimda bankning ichiga kirishga qo'yishmadimi? Plan A o'xshamadi. Demak, plan G'ga o'tamiz. Yaxshi qoling janob. Ey, bir daqiqa, menda ajoyib g'oya keldi. Janob, sizni bir daqiqaga mumkinmi? Ha, albatta. Menga to'g'risini ayting, men qo'yga o'xshaymanmi? Ha, sen qo'yga o'xshaysan. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman, kim bu yerda sassiq qo'y ekanligini. O, mana endi ko'rinishim ajoyib bo'ldi. Laylaxona hayda qo'yingni boqaman. Nima gap Barzangi? Men buyurtmani olib keldim. Biz hech nima buyurtirmaganmiz. Bu sizlarga emas, bu sizlarning xo'jayiningizga. Qana bo'la qol beqoq, yo'ldan qoch. Hozir burger sovib qolsa, sizlar ishdan ketasizlar. Xo'sh, bu la'nati kazyolcha qayerga ketdi? Menimcha mana shu yerga kirganga o'xshaydi. Xo'sh, uzr, men adashganga o'xshayman. Shoshma, balki bu kazyolcha haqida ma'lumotlarni bilar. Hoy janob, siz ko'zoynak taqib yurgan aholini ko'rmadingizmi? La'nati, meni turtishni bas qil. Men bilmayman hech qanday aholini. Tushunmadim, nega bilmaysan? Sen buni bilishing kerak. Men qayerdan bilaman sen kimni izlab yurganingni? Xo'sh, bir daqiqa. Bo'ldi, chakaging yum. Janob, bir daqiqa. Siz ko'zoynak taqib yurgan bir tasqarani ko'rmadingizmi? Oy, men nima dedim senga? Bo'ldi, o'zlaringni boz. Jinurson qayerga g'oyib bo'ldi? La'nata tasqara. Uni kimdan so'rab qayerdan izlasam ki? La'nati, sen onam pishirgan tortni rasvo qilding. Yo'qol bu yerdan, iflos bola. Jinurson qaysi teshikka tushib ketdim o'zi? La'nata oyog'im ham tort bo'ldi. Plan qayga o'tamiz? Qo'y rejasi. Tez ikkoving parkovkani oldiga kelgin, bir joyga borib kelamiz. Opa, bu qanday bino bo'ldi? Oy, uyda kimdir bormi? Yanga? Men nimanidir eshityapman. Thank God for my reefer, man. This shit good. He don't never help, man. I want to know what kind of mother... Kechirasiz, bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Uning tomi ketganmi yo devona bo'lganmi? Xullas gap bunday. Men bir ko'zoynak taqib yurgan tasqarani qidirib yuribman. Uni ko'rmadingizmi? Yo'q, bu yerda unday aholi yo'q. O'rgildim sendagi psixologdan. Ikkinchi qadam bosmayman bu xonaga. Axir bu o'sha tasqara-ku. Hoy, qo'lga olinglar uni. Yana qayerga g'oyib bo'ldi? Yellanat yey, men qayerga tushib qoldim o'zi? Bunisi nima balo bo'ldi? Menimcha bu o'sha tasqaralarning qo'rg'oni bo'lsa kerak. Menga qara. Yellanati tushunmadim. Bu yerda begonalar, qara o'ldiringlar uni. Bular Endermenni yoqtirishmaydi shekilli. Men ichkariga kirib olishim kerak. Opa, bu yerda qo'riqchilar bor ekan. Men boshlig'ini topishim kerak. Bu yerda begonalar, yurib. O'chira oldinglar. Men qandaydir xonaga olib boradigan eshikni ko'ryapman. Bu meni og'irimni yengil qiladi-ku. Axir menga aynan mana shu narsa kerak edi. Qani olg'a. Sen bu yerda nima qilyapsan la'nati? Grox, va nihoyat sen bilan uchrashdik. Qara bu yoqqa kel la'nati. Hozir men seni lampochkangni o'chirib qo'yaman. Mana bo'ldi. Men senga aytdim-ku, lampochkangni o'chirib qo'yaman deb. Mana va nihoyat bu taxtning egasi o'z joyiga qaytdi. Qani tepaga ko'tarilaylikchi. Men qandaydir zinani ko'ryapman. U yerda nima bor ekan? Bunisi nima bo'ldi? Tushunmadim. U bu yerda nima qilyapti? Axir men uni o'ldirgandim-ku. Menga qara, sen meni qo'y deb mensimasdan menga burger tayyorlab bermagan eding. Janob, o'zingizni bosing, hozir men sizga. Bo'ldi, endi kech bo'ldi. Menga oldinroq tayyorlab berish kerak edi. Jinurson, endi bu bo'shliqdan qanday qilib chiqib ketaman?